Qalaysan, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Rahmat. O'zing yaxshimisan, qalaysan? Qiynalmasdan ishlayapsizmi? Ha, Xudoga shukr. Qarasam, Telegramda onlayn turgan ekansan. Nomering qolib ketgan ekan. Ha, bir hol-ahvol so'rab qo'yay dedim-da. Birpasda 5 yildan o'tib ketibdi, qara. Nimasini aytasiz? Qalay hayoting? Yaxshimi? Baxtlimisan? Turmushga chiqdingmi? Yaxshi, Xudoga shukr. Baxtliman. Ana o'zlari ham qora qotlar. Oy. U o'chib qoldi. Mayli, o'zlari qaytarar. Siz ham oila qurdingizmi? Ha, men ham turmush qildim. Xudoga shukr, hozir baxtliman. Ha, nima bundoq qo'rasan? Ha. Salom aytyapti senga. Salomat bo'lsin. Salomat bo'lar ekansan. Endi sal uyalchangroq-da. Tez orada farzandli bo'lamiz nasib qilsa. Ha, yaxshi. Ko'rib xursand bo'ldim, mayli. Endi boshqa bezovta qilmayman. O'zing ehtiyot qil. Bir hol-ahvol so'rab qo'yay dedim. O'tgan hamma yaxshi yomon gaplarimga rozi bo'lgan, xo'p? Siz ham. Mayli, salomat bo'l. Allohga omonatsan. Ha, men ham turmush qildim. Xudoga shukr, hozir baxtliman. Yaxshi, Xudoga shukr. Baxtliman. Ana o'zlari ham qora qotlar. Baxtliman. Uylandim. O'shanda tilimni tiyganimda baxtli bo'larmidi? Hozir xotinim bo'lgan bo'larmidi?